alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizga tanishtirmoqchi bo'lgan ushbu modelimiz 3 tonna yuk ko'tarishga moslashgan yangi model hisoblanadi. Mototsiklimiz 300 kubli radiatorli, ya'ni suvli sovutish tizimiga ega dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, quvvati 18 ot kuchiga teng. Yoqilg'i turi benzin, yoqilg'i bakining hajmi 20 litrni tashkil etadi. Yonilg'i sarfi esa 100 kilometrga atigi 5,5-6 litrni tashkil etadi. Mototsiklimizning maksimal tezligi soatiga 60-70 gacha. Mototsiklimizning vilkasi 63 diametrli bo'lib, g'ildiraklari o'lchami 5 ga 12 ni tashkil etadi. Oldinda bir ballon, orqada 8 ballon, jami 9 ballonli ushbu tizim og'ir yuklar bilan harakat qilishda yuqori barqarorlikni ta'minlaydi. Ikki mosli orqa mosning old tomondagisi tortuvchi hisoblanadi. Resorlari ham 7 talik mustahkam metalldan ishlangan, og'ir yuk bilan oson harakat qilish imkonini beradi. Ushbu modelimizning bort o'lchamlari 280 ga 155 lik, balandligi 120 sm ni tashkil qiladi. Yuklarni ortishga juda ham qulay qilingan, hamma qismlari ochilish qobiliyatiga ega. Ushbu mototsikl haqida batafsilroq ma'lumot olish uchun video ostida qoldirilgan raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Bu modelimizning narxi 49 million so'mni tashkil etadi.